Bitta botoksni o'rganishim uchun bitta trekkeri mashinasini qirg'izib yuborganman. Ko'pincha kosmetologlar botoksda nimadan xato qiladi? Botoks qilsa. Dozirovka. Nima u? Dozasi. Botoksni dozirovkasini noto'g'ri, mishsani inobatga olmaganda, mishsani har xil o'ynaydi, hamma odamda har xil, bir xil joyda bo'ladi, lekin har xil o'ynaydi. Ana o'shandagina xato qilishadi. Eng katta xato. Full face ham o'rgataman master klassda. Full face da katta xato qilishadi. Negaki full face qilingandan keyin botoksda yuz qiyshayib qoladi, amimichniy bo'lib qoladi. Amimichniy degani yuz qimillamay qoladi. Da fotoda do и после zo'r chiqadi, lekin gapirganda sразу bilinadi. Botoks to'g'ri qilish klient oqimini kuchaytiradimi? Albatta. Bir marta agar botoksni noto'g'ri qilinsa, o'sha kosmetologdan qochadi patsient. Boshqasini izlaydi. Topgandan keyin o'zini kosmetologini o'sha botoksni zo'r qiladigan kosmetolog topsa, o'sha bilan qoladi. Masalan, menda даже chistkaga menda protseduralarim arzon emas, chunki men o'zim ham juda ham katta vklad qilganman. Bitta botoksni o'rganishim uchun bitta trekkeri mashinasini qirg'izib yuborganman. Botoksni noldan boshlab o'rgataman. Master klassimda full face va boshqa metodikalarni hammasini o'rgataman. Master klass 2 kun bo'ladi. Siz ham qo'shilmoqchi bo'lsangiz, podrobno tugmasini bosing.